Hammaga assalomu alaykum. Ravshanbek Ibrohimov kanaliga xush kelibsiz. Bu videomizda yana bir Telegram botdan, yangi botdan Telegram Premium chiqarishga harakat qilib ko'ramiz. Bu meni botim emas, bu YouTube'da blogerlik qiladigan Sindur uzdi. Mana Premium boti. Hop, buni kimdir tashlagandi. Buni ham kanalimga foydalaninglar. Chunki bu blogerni ko'p kuzataman. Videolari ham hammasi ishonchli narsalar qiladi. Shuning uchun shu kanalga tashlab qo'ydim. Xullas, bizda yetarli darajada balansimizda kerakli pul miqdori yig'ilibdi. Shunga Telegram Premium olib ko'ramiz. Premium olish tugmasini bosamiz. Endi buni obzor qilib o'tirmayman. Hammasi o'zbekcha. Kirib ko'rib bilib olsalaring bo'ladi. Premium olishni bosganimizda buni suruv yuborildi. Adminlar aloqaga chiqadi debdi. Va mana shu holatda shu joyga kiramiz. Bo'ldi mana. Mana shuni yuboramiz. Hop. Mana hop. Yozishdi. Hozir hop. So'ragan narsalarni tashlab berdik. Kanalimizni, Telegram kanalimizni. Endi bizga jo'natadimi yo'qmi? Shuni ko'ramiz. Birgalikda. Endi buni o'zlaridan so'raganim yo'q, to'g'risi. Lekin mana o'zing ekranda ko'rib turibsizlar. Yana onlayn bo'lishini kutamiz. Hop, orqaga qaytib yana bir marta bosib ko'ramiz. Mana pulimizni yechib olgan. Endi premium berishini kutib o'tiramiz. Hop, nima haqida, qaysi mavzu haqida video qilishni mana shu botimiz bor. Mana shu botimizga kirib, mana Telegramda havolasi kirib yozib qo'ysangiz, ko'p yozilgan, ko'p so'ralgan savollarga albatta video qilib chiqaramiz. Murojaat qilishingiz mumkin. Yoki savollarga ham spamlar uchun mana shu yerdan javob beramiz. Hop, bundan tashqari Telegram kanalimiz shapkasida, ya'ni mana shu yerda biosda o'zimni o'sha savol va takliflar uchun Telegram profilim qo'yib qo'yganman. O'shanga o'tib savollaringiz, takliflaringizni yozishingiz mumkin bo'ladi. Telefon nomerimiz so'rashyapti, yozib beryapmiz. Bundan tashqari Telegram kanalimizga yangiliklar va o'sha yangi botlar, yangi Telegram Premium starslar olish, xullas barcha mavzulardagi ma'lumotlarni, yangiliklarni joylab boramiz. Kirib obuna bo'lib qo'yishlarini so'rab qolaman. Xullas, Telegram telefon raqamimizga, Telegramimizga ulanib, o'sha Telegram Premium olib berishar ekan. Endi hozir Telegramimizni ulab berdik, Telegram profilimizni. Birgalikda natijasini ko'ramiz. Videoni oxirigacha o'tkazmasdan ko'rishlarini tavsiya qilaman. Xullas, akkauntimizga kirildi. Endi premium beradimi yo'qmi, shuni ko'ramiz. Hop, mana kirilganligi haqida Telegram xabar yubordi.
Ko'pchilik Telegram premium mana shu botlardan olish xavfsizmi yo'qmi mana shuni so'raydi. Shuning uchun bitta misol qilib ko'rsatyapman. Bu botdan o'zim ham birinchi marta olishim va isbot sifatida mana shuni to'liq video qilib ko'rsatyapman. Ya'ni xavfsizmi, xavfsiz emasmi? Oldingi ko'rsatgan botni o'zi avtomatik, u chet el bot bo'lganligi uchun avtomatik tarzda bizga tashlab beradi admini. Hech qanday Telegramga kirib ulanishlarsız, lekin o'zimizni ishonchli bloger bo'lganligi uchun mana shu yerda Telegram ma'lumotlarimni beryapman. Mana ko'rishingiz mumkin Telegram profilimizda. Mana soatni ham ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerdagi soatni ham ko'rishingiz mumkin. Mana. Xullas olishga harakat qilyapmiz. Hop, mana bizga to'lov qabul qilindi. Mana ko'rishingiz mumkin. To'lov qabul qilindi 27-aprelgacha 2026-yilgacha. Sizlarga isbot sifatida ko'rsatib bersam, mana ko'rishingiz mumkin 27.04.2026gacha deb qo'ygan. Ya'ni premium berildi. Va hozir ko'rsatayotgan narsa umuman tozalab tashlandi admin tomonidan. Ya'ni o'sha kirgan inson tozalab tashlashdi mana. Mana shu narsa. Endi Telegram premiumni oldik. Bundan so'ng nima qilishimiz kerak? Rahmat deb yozib qo'yamiz. Siz xohlasangiz yozing, xohlasangiz yozmang. Sozlamalarga kirib olasiz va bu yerdan qurilmalar bo'limiga o'tasiz. Bu yerdan kirilgan qurilmalarni chiqarib tashlashingiz kerak bo'ladi. Bu yerda bizda mana yo'q hozircha. Mana ko'ryapsiz Telegram web. Bu menga kerak emas, buni ham chiqarib tashlayman. Mana shunaqa o'zingizga kerak emas nimalar chiqarib, o'zingiz tanimaydigan qurilmalar chiqarib tashlasangiz bo'ladi mana. O'zi chiqib ketibdi, admin ishlagandan so'ng mana chiqib ketgan. Xullas o'zimiz qurilmamizning boshqa barcha seanslarini tugatishni bossak mana tugatiladi. Xullas bo'ldi, mana o'zimizni telefonimiz qoldi xolos. Shu narsani qilib qo'yishingiz kerak. Hop, demak, bot berdi. Bo'ldi endi. Yana mana shu holatda mana do'st taklif qilishni bosib, mana tarqatib ishlashingiz mumkin bo'ladi. Endi ko'pchilik yozishi mumkin, ishonchli bo'lsa nimaga chiqarib yuborishimiz kerak? O'zi chiqib ketgan, lekin men xavfsizligim maqsadida ma'lumotlarimni xavfsizligi uchun tekshirib kirib qo'ydim. Lekin u yerda qurilma chiqmadi. Demak, bu videomiz mana shundan iborat edi. To'liq Telegram premiumni oldik 1 oy uchun. Agar ko'proq taklif qilsangiz, ko'proq ham yozishingiz mumkin bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz bilan Ravshanbek Ibrohimov bo'ldi. Sindur Premium botdan Telegram premium oldik. Bundan yaxshiroq va ko'proq shu haqda videolarni, shu mavzu haqida Telegram, Instagram, YouTube, xullas telefon bo'yicha barcha ma'lumotlarni bilish uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Albatta ishonchli ma'lumotlarni chiqarishga harakat qilamiz.